Ko'pchilik menimcha tushunmadi nima bo'layotganini. Men sizlarga hozir aytib berishga harakat qilaman. Demak, mana bunaqa narsa bo'ldi. Ikkita bloger, Olmaliqdan, Angrendan bloger, mana shunaqa deb tushundim. Bir-biriga shart qo'ygan va bitta bloger boshqa blogerga shart sifatida Munisa Rizayevani topib, Munisa Rizayevani Instagramga atmetka qildirtirasan, Munisa Rizayeva menga podpisatsiya qilinadi, istoriya qo'yadi deb shunaqa shart qo'ygan. U xotin ikkita bolasini olib, eri bilan birgalikda mashinaga o'tirib Toshkentga kelishgan. Toshkentga kelishganda administratorimga bog'lanishgan. Naka administratorim yo'q, ilojisi yo'q degan. Ular Qibraydagi uyimga borishgan. Bu uy meni otamning uyi. O'tga kelishganda kechqurun topa olmagan. Qibraydan chiqib, Qibrayda topa olmaganda boshqa uchastkamga borgan, Darxondagi uchastka.